Soat hozir 7:50. Dush qabul qilib chiqdim hozir. Yakshanba bo'lgani uchun 7da turdim. Kitob o'qib oldim. Soat 8:30 bo'ldi va men nonushta qilib sekin chiqib ketaman. Tamam, olg'a. Soat 9 va men ishga qarab ketdim. To'g'risi, yakshanba bo'lishiga qaramasdan o'zimga vaqt ajrata olmayapman. Endi mana shu ulgura olmagan ishlarimni hal qilib bo'lganimdan keyin xohlasa bu yog'iga yaxshilanadi. Bu yog'iga reja qilayotganimda ham shunaqa bo'lmay qolish, o'xshamay qolish joylarini ham hisobga olib qo'yar ekanman. Shunaqa. Va bugungi rejalarimda montaj adashmasam ertaroqga qo'ygandim. Shuni ham ertaroq tugatib, ertaroq qo'yib yuboraman post. Soat 9:30 bo'lyapti. Va ishga keldim. Ofisda hech kim yo'q. Hozir birinchi qiladigan ishim ofisda Envakatel degan proyektim bor va unga plan tuzib chiqishim kerak. Miyada tuzib chiqishim shart. ChatGPT emas. ChatGPTdan nima qilishim mumkin? Mavzuni topib olaman, bo'ldi. Yo, ideyasini o'zim tuzishimga to'g'ri keladi. ChatGPT sal bo'rttirib yuboradi, gaplar просто так suxil gap bo'lib qoladi. Nima deydi? Aniq-tiniq gapirmaydi, shunisi bor. Hozir menga xushxabar bo'ldi, ya'ni Envakatel plan tuzilib bo'lgan ekan. Bu men uchun yaxshi xabar bo'ldi. Endi uni o'rniga men montajni suraman-da, montajni hozir qilishni boshlayman. Runi 11 bo'ldi va men montajimni уже tugatdim. 11:30gacha уже hozir obloshka qilib postga joylasam bo'ladi YouTube'ga. Soat 11:40 va post joylandi. Ko'rishinglar mumkin. Bemalol. Vlog 2dagi asabiyliklarim, editdagi asablarim hammasini ko'rsatib o'tganman o'shanda. Montajimni vaqtini ertaroqga qo'yganim uchun menga hozir vaqt qolyapti. Dedi, sayram hozir admin bo'lib qolishi mumkin. Agar admin bo'lsa, 2 karra mazza qilaman. Ya'ni bugun ishlarim rivojini beryapti deganda, shu ya'ni yaxshilanyapti. Hammasi po planidan ham zo'rroq ketyapti. Shaxsiy rivojlanish bo'yicha plan tekst tuzib chiqishim kerak. Bu o'zim uchun bo'ladi. O'sha YouTube'ga qisqa shunaqa temalarda ham qo'yib boraman. Yaxshiroq temalar gapirilgan bo'ladi. O'shanga hozir qaysi biridan boshlash o'ylab o'tiraman. Undan tashqari obedga chiqib o'tirmayman, chunki hozir chiqib keldim. Soat 2 bo'ldi va 2gacha men montajni tugatdim. Envakatel уже qilib bo'lingan ekan. Dailostar proyektimga ideya qidirib o'tirdim, uni ham hal qildim. Ovqat hozir olib kelganman уже. Hozir ovqatlanib olaman. 4 ta ish hal qilib bo'ldim. Endi asosiy ishlardan qolyapti. U bo'lsa content plan tuzib chiqish. O'shani hozir o'ylayapman. Ovqatlanib bo'lgandan keyin qilamanmi? Hozir ovqatlanayotganda podkast ko'raman. U missiyamni ham bajarib ketaman orasida. Undan tashqari o'sha ideya ham qidirib ketaman o'sha podkastlar orasida. O'tirib kontent bo'yicha ideya keldi. Va u mavzu inson hayotini o'zgartirish osonmi, qiyinmi? Shu temada bo'ladi. Montaj tugatib, undan keyin yana kontent topib, yana montaj qildim. Hozir sayohat qilishim kerak edi. Qarindoshim bilan ularniki admin bo'ldi. Uni o'rniga Aslirbek bilan ko'rishdim. Aslirbek bilan biroz gaplashib, suhbatlashib, keyin uyga qaytaman. Bugungi planlarim pastki hammasini yopdim. Endi kitob o'qish kechga borib, kitob o'qib, uxlashlarni qilsam, bo'ldi, hammasi joyiga bordi. 6dan 7 minut o'tdi va men uyga qaytyapman. Ertangi planlarni tuzib chiqdim va ertaga menda syomka. Hayotim boshqacharoq bo'ladi ertaga. Syomkaga borib, yarim kunimni syomkada o'tkazib,
va undan tashqari yana boshqa video ham qo'yaman. Montaj ham qilaman. Shunaqa. Hozir esa soat 10 uxlash kerak.